Mana shu yutingan paytimizda chiqadigan ovoz tomog'imizdagi bir muskulning harakatlanishi evaziga chiqadi. Uni hiqildoq tog'ayi deyiladi. Va aynan shu muskulimizdan ayn tovushi paydo bo'ladi. Nega menda ayn chiqmayapti degan savol bo'lsa agar, aynan mana shu tomog'imizdagi mushakning, ya'ni hiqildoq tog'ayining harakatga kelishi yoki kelmasligi bilan bog'liq muammo. Sizda ayn chiqmayotgan bo'lsa, demak, ana shu hiqildoqni yaxshi ishlata olmayapsiz. Hiqildoq tog'ayini ishlashi uchun uni muskul cho'zilishligi kerak, ya'ni u harakatga kelishligi kerak. Qattiqroq mushak bo'lgani uchun biroz cho'zilishligi, orqaroqqa surilishligi qiyinroq bo'ladi. Buning uchun vaqt kerak. U yerdagi muskullar, to'qimalar, hujayralar rivojlanishi kerak, o'sishi kerak. Siz aynni chiqarish uchun o'zingizga odat shakllantirishingiz kerak. Ya'ni har kuni kamida 5 minut, 10 minut, balki undan ko'proq vaqt oralig'ida mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Siz o'ylamang buni 5 kunda chiqaraman deb. 5 kunda chiqarmoqchi bo'lsangiz qiyin masala. Uzoq vaqt shug'ullanish kerak bunga. 2 hafta, 3 hafta, 1 oy, 2 oy, ba'zilarda undan ham ko'proq vaqt. 6 kunda chiqaraman deb 6 yildan beri yurganlar bor, chiqara olmay. Siz ham shulardan biri bo'lib qolmang. Agar sizda mana shu muammoga ayn harfini chiqarishga yordam beradigan videolarni xohlasangiz, izohlarda ayn harfini yozib qoldiring, men sizga uni yuborib qo'yaman.